Maktabimiz 1975-yilda 320 o'ringa mo'ljallab qurilgan bo'lib, hozirgi kunda 562 nafar o'quvchilarimiz tahsil olishadi. O'quvchilarimiz ichida ko'p millatli xalqlarimiz bo'lib, ulardan asosan qirg'iz millatidagi o'quvchilarimiz bor. Qirg'iz millatidagi o'quvchilarimiz 562 nafar o'quvchilarimiz ichida 28 nafarni tashkil etadi. Ular 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar. Asosan maktabimizdagi qirg'iz millatiga mansub bo'lgan o'quvchilarimizning oilalari mahallamizda muhim yashayotgan oilalar farzandlari bo'lib, juda ham a'lo baholarga bitirishib, o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha juda ham chiroyli joylarda mehnat qilishmoqda va hozirgi kunda o'qiyotgan o'quvchilarimizda ham sport yo'nalishida, IT yo'nalishida, ijtimoiy fanlar yo'nalishida iqtidorli o'quvchilarimiz mavjud. Ularga maktabimizda barcha sharoitlar yetarli. Maktab kutubxonasida o'quvchilarimiz uchun elektron adabiyotlar to'plamlarigacha sharoit yaratib berganmiz. Maktabda mavjud yangi rusumdagi kompyuterlarda o'quvchilarimiz shug'ullanishadi. Ayniqsa bu yilgi 11-sinf bitiruvchimiz Sherg'oziyev Xurshidbek Kiyev olimpiadasida shaharda 2-o'rinni egalladi. Uning niyati IT yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishish. Qariyb 40 yildan ortiq bu maktabda shu millatga mansub xalqimiz yashagan, odam o'quvchilari yashagan, o'qigan bo'lsa, bironta bir muammo chiqqanini men umuman bilmaganman. Ular har doim o'rtoqlari bilan ino bo'lishgan. Kerak bo'lsa shunaqa o'quvchilarimiz bo'lgan, Aliyevlar, Sulaymonovlar. Bu o'quvchilarimiz, oiladagi o'quvchilarimiz har doim maktabimizning faxri, iftixori bo'lishgan, a'lochilar bo'lishib, maktabni juda ham chiroyli bitirgan o'quvchilarimiz bo'lishgan. Hozirgi kundagi o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz ichidagi aynan ko'p millatli o'quvchilarimizning barchasi bir-biri bilan inoq, hamisha bir-birini urf-odatlariga, hatto urf-odatlariga qiziqishib bir-birlarini mana shunday bayramlarimizda, tadbirlarimizda o'zlarini, do'stlarini, urf-odatlarini hatto ko'rsatishib, tadbirlarda ishtirok etib borishadi. Men Sherg'oziyev Xurshidbek, Farg'ona shahar 38-o'rta ta'lim maktabi o'quvchisiman. 11-sinfda bu yil tamomladim. Shu maktabda 11 yildan beri o'qiyman. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin ham yoshlarga qaratilgan imkoniyatlardan bizning maktabda ham IT sohasi bo'yicha kitobxonalar uchun kutubxona tashkil etildi. Bu imkoniyatlar uchun prezidentimizga qancha rahmat aytsak ham oz. Shu ustozlarimiz ham bizga 11 yil davomida bilim berib kelishdi. Shu ustozlarimiz ham inshaalloh yuzini yerga qaratmasdan oliygohlarga kirish nasib qilsin. Men o'zim IT yo'nalishi bo'yicha o'qiyman va hamda shu yo'nalish bo'yicha chet elga o'qishga topshirmoqchiman. Hozirda ingliz tili bo'yicha IELTS sertifikati topshirishga niyat qilganman. Farg'ona shahar 38-o'rta ta'lim maktabini 11-sinfida o'qiyman. 11 yil davomida maktabimizda inoq o'qib bitirdik. Ustozlarimiz mehribon, bilimli, bizni bilimimizga yanada bilim qo'shmoqda. Farg'ona davlat universiteti talabasi bo'lish orzuyim bor. Abdulhafiz o'g'limi kelajakda tarix ustoz bo'lishini xohlayman. Maktablarda a'lo darajada o'qiyapti. O'g'lim tarix faniga qiziqadi, geografiyaga ham qiziqadi. Hamma fanlardan yaxshi. Xudo xolasa omadini bersa, umidlarim katta bu bolamdan. Omadini bersin, iloyim tarix Farg'ona davlat universitetiga tarix yo'nalishiga kirsin, iloyim.